Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pchilikni qiynayotgan Rossiyada O'zbekiston pravasi bilan mashina haydash mumkinmi, yo'qmi? Har xil yangiliklar chiqib boshladi. Ayniqsa o'sha Gosdumadan chiqqan yangiliklar. O'zbekistonning milliy haydovchilik guvohnomasida Rossiya Federatsiyasi hududida qanaqa tartib bo'ladi prava to'g'risida. Ko'pchilik oldingi videoda ham aytgandim. Mana shu Ravshanbek Ro'zg'or kanalida bu, ya'ni o'sha rus tili davlat tili deb tan olingan davlat fuqarolarigina o'zini milliy haydovchilik guvohnomasida Rossiyada mashina haydash mumkin degan yangiliklarni o'qigandik. Endi esa O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi fuqarolarni milliy haydovchilik guvohnomalariga oid yangi tartib haqida ogohlantiryapti. Endilikda O'zbekistonning milliy haydovchilik guvohnomasi, ya'ni o'zbek prava bilan Rossiyada faqat shaxsiy ehtiyojlar uchun transport boshqarish mumkin. Migrantlar, ya'ni Rossiyada davlat tili rus tili deb tan olinmagan davlat fuqarolari, migrantlar tijoriy maqsadlarda, ya'ni odam tashish va yuk tashish uchun Rossiyaga haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishi kerak deyilgan. Shu o'rinda yana savol tug'iladi, buni javobini izlanishga harakat qilamiz. Fura haydaydigan, uzoqda o'sha yuk tashuvchi O'zbekiston fuqarolarichi degan narsaga haligacha oydinlik kiritilgani yo'q. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlardan mana shu videoni maksimal tarqatib qo'yish kerak.